ونزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Pis yırtıcılar, rahat bırakın onu. Yırtıcı yaratıklar, dokunmayın ona. Dokunmayın. Rahat bırakın onu. Dokunmayın ona. Rahat bırakın onu. Rahat bırakın. Dikkat et. Rahat bırakın onu. Zarar vermeyin ona. Rahat bırakın dedim. Rahat bırakın onu. Rahat bırakın onu. Baba!
Yırtqışlar, onu qo'yutinglar. Onu qo'yutinglar. Qo'g'lamanglar. Diqqat qil. Diqqat qil. Onu qo'yutinglar. Onu ziyon yetkazmanglar. Efendim, uyg'oning efendim. Onu qo'yutinglar. Efendim, nima bo'ldingiz? Uyg'oning. Qo'yutinglar. Ziyon. Nima bo'ldingiz? Yomon tushirib qolgan o'xshamamsiz. Ovozingizni avoyda turib angladim. Qo'rqinchli bir tush ko'rdim. Bir top bo'ri bir balani qo'g'layotdi. Bo'rilar balaning bir hang'i tushishini emas, balki uni parchalab o'ldirishni maqsad qildi. U bola kim edi? Kimligini bildingizmi? Oraliq bak uzoq. Aramiz bak yiroq bo'lg'ashqa. Uning yuzini ko'ramadim. Ammo bo'yturqi bizning Yusufga o'xshaydi. Şübhəsizki Allah'ın peyğəmbəri bu kişinin təbirini bilirdi. Bo'lmasa buncha bola biyaram bo'lmaydi. Bir musibat, bir balo qazo oilamizga hujum qiladigandak turdi. Allah hech kimga yomonlik tilamaydi. Faqat insonlar shayton bilan birlashib, bir-birlariga hujum qilishadi. Tush odamga huzur beradi. Bir oz aram eling Allohning payg'ambari. Ey Allah, sana sevinirim. Bekle Galita. Cad, Alişir, sizler tünögün keçirik paranlı anladыңlar mı? Yo'q, tunayın kecha biz uxlab qolgandik. Hech narsani tuymadik. Men bir qatim uyg'ondim, ammo hech nima anglamadim. Tünögün kecha dadanglarning ovozi meni uyg'otib etdi. Tush ko'ribdikan. Tushidan uyg'ongan chig'ida bir top bo'rining Yusufga o'xshash bir balani qo'g'lab hang'i tushirib etganligini ko'ribdi. Qarsam uyg'onibla yerim kechida Yusufni so'yib silab ketdi. Dadam u balni tunimabdimi? Yüzünü ko'ymadim dedi. Ammo Yusuf ekanligiga jazm qildi. Bo'lmasa uyg'onganda nemishqa Yusufni so'yib silab ketadi. O bola Yusuf bo'lsa, bo'rlar biz qarindoshlar o'xshaymizmi? Dadanglarning sizlarni bo'riga o'xshash ko'rishi kulgidek ishmi? Yaqub tushida 10 tal bo'rining Yusufga etilib, uni hang'i tushirib etganligini so'zladi. Seningcha buning ma'nosi nima? Aytib boqamsan. Bu ne? Yaman tush degil bo'lmaydi. Sana nim bo'ldi Bilha? Yaqub bolalarimizni bo'ri kabi ko'ryotdi. Sen bu tushni yaxshi demoqchimi? Yusufni qo'g'lagan bo'ri eski bo'ri emasdi. Balalar o'zi bevosita bir ish qilish kerak. Bevosita.
Mesele neydi? Mesele bana enik. Dadam keçilerim Yusuf'ni oylap, Yusuf'ni tushaydi. Hamiliyagi Yusuf'ni bilib bardi. Uxlagandimi yenidi yotqizadi. Hay. Bekarlık qalayımqan sözleme. Dadımızdan qandaqroq bir tushib kelganligini biz tek aniq bilmaymiz. Hem anısı yo'q Yusuf'ni bağal yerga bilib berishi g'alit ish emasmi? Dadımızın tushida nimani ko'rganligini bilamiz. Biz qarindoshlarni Yusufni parchalamoqchi bo'lgan. Bo'riga o'xshatibdi. Bildinglarmi? Salam dada. Anlagan sözünla toğırlıq, egizpə sözlüğününla toğır bulma deb alırım. Dada, anam tushunizda bizni Yusuf ketilgan bo'riga o'xshatganligingizni dedi. Undaq emas ballarım. Mən tushimda faqat bir qancha bo'rining bir balını qo'g'laganligini ko'rdim. Ne u bo'rilar sizlarga o'xshasin, ne u balı Yusufga. Mən u balının yüzünü faqatla aniq ko'rolmadim. To'qildim, 10 bo'ri, bizmidal 10 kishi. Mən u tushimda bo'rilarni sanamadim. Sizlar 10 bo'ri ekanligini qayerdan bildinglar? Mən hammanglarni yaxshi ko'raman bolalar. Sizlarni jafoga qo'yganim uchun sizlardan afv so'rayman. Faqat kuchlik, jasur yigit bo'lib yetishgan Yahudani tizimga o'ltirg'izib so'yanmasligim, bunda qilmasligim mumkin. Kichik chog'laringlarda sizlarni so'yatdim, quchug'imda o'ltirg'izatdim. Yenimda uxlaytinglar. Hammanglar ham dodi mehri, ham ona mehri ko'rib cho'ng bo'ldinglar. Yusuf va qarindoshi har qancha so'yguga erishsimi, yanili sizlarga o'xshash bo'lolmaydi. To'g'risi, sizlardan bir kichik bola bilan o'zinglarni selishtirishinglarni kutmagan edim. Sizlarga ilgirimi so'zlagan edim. So'zlaringlar va o'y fikringlarga hasadxo'rlik manba bo'lyapti. Bu xiyollar shayton tarafdandir. İşçinlardaki hasadxo'rlikning bosh ko'tarib chiqishiga hargiz ruxsat qilmanglar, bolalar. U o'zinglarga bog'liq. Sizlar har doim Allohga sig'ininglar. Uningga shukr aytinglar, hamd sana o'qinglar. Dada, bizning Yusuf bilan bir o'yinimiz bor. Siz nima uchun ruxsat qilmaysiz? Men uni to'simadim. Uning bilan albatta bir o'ynaysizlar. U sizlar bilan birga o'ynab, birga yashasa albatta xushal bo'ladi. Biz Yusuf bilan bir o'yinsak bo'lamdi? Amsi nimaga qarab tursizlar? Qani yuguranglar. Qo'ylarni o'tloq apamamsizlar? Bizni kechirgin dada.
Vay. Nemi degan suyimli yigitlar bor bu yerda. Qolay kelsin. Nima ish qilyapsizlar? Tushlik tamog'imiz uchun sut qaynatyapmiz. So'ng. So'rab baqay. Sizlarga mehmon bo'lishimni xohlamsizlar? Siz kim bo'lasiz? Bu yerda nima izlayapsiz? Men qo'shni yezdidim. Podshoh emasman. Ammo anda-sanda qo'ylarni o'tlab chiqaman. Sizlarga nima bo'ldi buncha? Ehtimol sizlarni beram qilib qo'ygan bo'lsam kerak. Biroz biyaram qilib qo'ydingiz. Ahlisizlar. Bir natnush odamni ko'mak hech kimni suyundirmaydi. Rasmni esa men sizlar uchun bu yerga keldim. Sizlarni ko'rib ammo hayron qoldim. Siz bizni tunamsiz? Albatta. Bütün atrofdagi yezdiqlar payg'ambar Yaqubning bolalarini tunuydi. Әмсі немішқы бізні көріп әйран қалдың. Chunki tunogin kecha tushimda sizlarni ko'rdim. Hech ishongim kelmaydi. Tunogin tushimda bugun o'ngimni ko'rsam hayron qolarlik emasmi? Shundaqmi? Undaqda anglashni xohlaymiz. Rastimni aytsam, bakli g'alati bir tush edi. Hech nimani tushunmadim. Tushimda sizlarni 10 qarindosh deb ko'rdim. Taxtiravanda bir balni ko'tarib ketyaptinglar. Xuddi sizlar bir qulga o'xshash, u sizlarning xo'jayininglarga o'xshash. Ba'zida sizlarni arbaga qo'shilgan 10 atga o'xshash ko'rdim. Ba'zanda o balaning bir taxtda o'tirgani sizlarning uning uchun tarixchilik yoki podshohlik qilganligingizni ko'rdim. Rostli bir xalita. Belki bu tush orqali sizlarni beram qilib qo'ygandiman. Lekin bu baribir bir tush, ancha muhim emas. Eng yaxshisi men ketib olay. Nima degan jirginishli odam bu? Haqiqatan shundoq. Balalar, podshoh qayerga ketdi? Buncha ola tez surat ketib qolishi mumkin emas. Nə qayıb bolğandı? Bilmedim. Padişah xudi yer-yerlib içi kirib alğandaklı yo'qab ketibdi. Kimligini bilmedim, ammo so'zlarimni bekli o'ylantirib qo'ydi. Tushlari xuddi Yusufning tushlariga o'xshaydi ekan emasmi? Salam dada. Salom o'g'lim. Salom dada. Salom. Salom suyimli o'g'illar. Salom bolalar. Aq yo'l bo'lsin. Salom Allah'ın peygamberi. Salam, Allah sana yar olsun. Nim bo'ldi? Urushib qolganda keltirsan. Bolalarınız bilan urushib qoldim. Nimishqa? Ular etizlerimni xarab qilib, qo'ylarni o'tlatdi. Ularga qarshi chiqqanligim uchun meni kaltak bilan urdi. Yahuda, Şamon, Levi. Bu yoqqa kelinglar. Sizlar nemishqa qo'ylarning buning etizligini xarob qilishiga ruxsat qildinglar? Qo'ylarni boshqarib olamdiq da. Nemish bo'ldi? Nemishqa uni urdinglar? Mana, sen mi ulanı urib al? Allah'ın peygamberi, men ularni kechirdim. Faqat ularning etizlarimni yana vayron qilishga ruxsat qilmasangiz. Ular Kenan diyarining egisi biz. Qolgan yerda o'tiltimiz deydi. Boshqalarning etizligida qo'y beqishni sizlarga kim ruxsat qildi? Sizlarga Kenan diyarining egisi ekanliginglarni kim dedi? O'g'lim,
Men senden əpu sorayman. Qoylarning etizlig'inglarni vayron qilmasligiga men va'da beraman. Ziyonga uchurgan mas'uliyatingni men to'lab beraman. Ansirmagin. Dada, biz xato qildik. Kechirgin. Kenan diyorida har kishi o'z mulkining egisidir. Bu diyorning asli egalari falastinliklardir. Dada, әмсә biz qayerlik? Mening cho'ng dadam, ya'ni sizlarning bovanglar İbrahim Halilullah Mesopotamiyaning janubida Sumer va Kaldada u yerning xalqidan yer olgan. Bunyomindan boshqa hammanglarning tug'ilgan yeri bo'lgan Tadan ana shu yerga qarashliq. İbrahim payg'ambar jiyani Lut bilan birlikda Kaldadagi qarashliq bo'lgan u kentdan ko'chib Sudonga keldi. Cho'ng dadam İbrahim bu yerga, ya'ni Kanonga keldi. Ulardan burun bu yerda falastinliklar yashaydi. Yusuf. Oğlum Yusufcan. O'rningdan tur. Uyg'ong'in bolam. Salom dada. Salom ko'zimning nuri. Yana tush ko'rgan o'xshamamsan. Shundoq. G'alati bir tush ko'ribdiman. Hech kimga tegim kelmaydigan bir tush. Mangami aytbamamsan? Qo'ylarning o'tlig'iga qarab o'tiratdim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين Yusuf babasına, babacığım, Öz vaqtida Yusuf öz otasiga, ey ota, men haqiqatan tushimda 11 yulduzning va oy bilan kunning menga sajda qilganligini ko'rdim dedi. Mana bu Yusuf surasidagi 4-oyat. Yulduzlarni, quyoshni ham ayni tomosha qilayotgan chig'imda meni uyg'otib attingiz.
Birdam saqlab tur. To'g'ri aytsan, o'g'lim. Bu tushingni hech kimga aytmagan. Bo'libmi qarindoshlaringga. Chunki ular haqiqatni ko'rolmaydi. Yoshlik g'ururlari ularni hasadxo'r qilib qo'ygan. Qiz qarindishing va o'gay onalaringga aytma. Ular hamma odamga yeyib etadi. Bir gün bana secde qilgan quyosh, mana hozir sening oldingda tizlanib o'ltiribdi. Oy va 11 yulduzmi bir kuni sana secde qiladi. Senmi cho'ng bo'lasan, o'g'lim. Va maqam, martaba sahibi bo'lasan, ma'naviy martabalarga erishisan. O kuni dadang, anang va qarindoshlaring sana secde qiladi. Fakat şu günge kadar düşlerini hiç kimge etme. Bo'libmi qarindoshlaranga. Bo'lmasa ular sana qasd qiladi. Qasd qilamda? Allah'ın peygamberinin balları tarafıdımı? Ular bana rastlık qasd qilamıdı da? Şeytanın gücünü boş çağlama, oğlum. Şeytan insanlar için up-uçuq düşmandır ve insanlarını aldaydı. Peygamberlerinin balları bolsunmu şundak. Rabbin seni şularındakiga o'xshash tanlaydi ve tushda birini bildiradi. Şunu hergiz unutma oğlum. Bunundan ilgari atalarım İbrahim ve İshakka nimetlerini tamamlığına o'xshash sana ve Yakup nesligimi tamamlaydı. Bunu hergiz unutma oğlum. Allah ruhingni xushal qilsin. Balalarni ağaç geldim. Köygünenge o'xshash. Her ikkilisinin ahvoli yaxshi. Ana, Farika hammamı bizni tashlab ketdi. Shuningdan beri seningdan ayrilishning azobini texmi bakrak his qildi. Bilaman, Yusuf ve Bunyamin üçün hech kim sening o'rningni bosolmaydi. Men va Layya ularning onisizlik azobini yeniklatmak uchun qo'limizdan kelganini qilamiz. Dada, ko'rgan tushimni anamga so'zlab beraymi? Sana bir xush xabarim bor, Rahila.
o'g'limiz kelgusida payg'ambarlik martabasiga erishidir. Buni tunugin kechidiki tushudim bildim. Ana, Leya amma va dadam Yusuf bilan ishimizga bak yaxshi qaraydi. Biz uchun qayg'urma bulandı. Huzur ichida xotirjamiyat Rahila. Ular uchun qo'limdan kelganining eng yaxshisini qilaman. Merhaba dada. Salom qizim, omading kelsin. O'ltira balam. Sana buğday ekip beray, ha? Dadam sizlarni nega qapadi? Rahmetlik anam Rahilaning qabrisini yo'qlab keldik. Bana ne diyecektin? Yakup tünügün kecha izbasarını belgiledi. Belki bilishni xohlaydigandi deb o'yladim. Nim bo'pti? Ko'nglingga amma mening ham sening bolalaring emas. Belki Rahilaning o'g'li Yusufni tanladi. Gapingni ochiqda. Nim demoqchisan? Uyg'onganimda u Yusufga tushingni hargiz qarindoshlaringga aytma. Sen Allohning payg'ambari, İbrahim ve İshak'ның varisi. Sen hammadan eng muhimi. Sen qarindoshlarыңның rahbari bo'lasan. Ularni sana sajda qiladi deb atatdi. O'zimi Yusufning oldida tizilib o'ltirib, uni so'ydi. Hiç şüphesizki öz ballarımның birəsinin Yaqubның izbasarı bo'lishni arzu qilatdim. Faqat Allohning payg'ambari buni uyg'un ko'rgan bo'lsa, chuqum o'zining o'ylig'ini ba. Sen Yusuf'ның balalarımızga xo'jaylik qilishiga bardoshlik berishimizni so'zlayapsan. Boshqa amal yo'q. Bu Yaqubning qarori bo'lsa, biz qabul qilishimiz kerak. Sizlarmi itoat qilishinglar kerak. Ammo men bu qarorni ichimga sig'dirolmadim. Men mo itoat qilish kerakligini bilaman. Layya xonim to'g'ri aytdi. Biz Allah'ның payg'ambariga itoat qilishimiz kerak. Ümidim Yusuf'ның qarindoshlari bu tanlashni qabul qilar. Sen nima degan sodda? Hamma ishni layyoq so'zlash to'g'ri emas. O'ltira. Berib bolalarimiz bilan paranglashib, maslahatlashib bir ish qilaylik. Dadam kechalarim Yusufni o'ylab, Yusufni tushaydi. Hamiliyaga Yusufni bilib bordi. Uxlagandimi yenida yotqizadi. Hay. Bekarlik qalayim qal so'zlama. Dadimizning qandayroq bir tushga kelganligini biz tek aniq bilmaymiz. Yusuf bir tush ko'ribdi. Sizlarga xo'jaylik qiladigan bir tush. Buningdan xotirjamman. Buni bilishning oson bir yo'li bor. Yusufni so'rab baqayli. Ko'rgan tushini bizga so'zlab berdi deb o'ylayaptamsizlar. To'g'ri. Yusuf yolg'onchi emas. Ko'rgan bo'lsa bizga aytib berdi. Berib undan so'rab baqayli. Yuringlar.
Yusuf, Ha? Aka. sevimli qarindishim, seni men, akalarang hammamiz shundoq yaxshi ko'ramiz. Buni sen bilsan, shundaqmi? Men sizlarni bek yaxshi ko'raman. Aka, men bu qachon sizlardek cho'ng bo'laman? Sen cho'ngsan va Allohning huzuridagi ulug' martabadan butun xabardorsan. Qaysi martabada o'tsizlar? Tunugin kecha tush dunyosida san ko'rsatilgan martaba. Ko'rgan tushingni eslayapsanmi? Sana oliy martabani ko'rgan tushingni biz anglag'inimizda bakla xushal bo'lib ketdi. Tush ko'rganimni sizlarga dadam aytdimi? Uningdan boshqa hech kim anglamagan edi. Yo'q, dadam aytmadi. Men o'zim bildim. Yerim kechida san qarab baqay deb kelsam, dadamning sana tushingni hech kimga so'zlamadigini anglab qoldim. Kelgusida ulug' bir martabaga ega bo'lganligini so'zildi-ku deydi. Bizga tushingni aytib bera olamsan? Shu tatlı tushimni hech kimga aytmasligim kerakligini bilgan bo'lsanglar kerak. Ansirgidek nima ish bor, aka? Qarindoshlaringning sening xushalligingga o'rtoqlashqisi bor. Meni yaxshi ko'rdig'inglarni bilaman va tushimni aytib berishimning ansirgidek hech qanday yeri yo'qligini bilaman. Lekin dadamning buyrug'iga xiloflik qilmayman. Dadamga Yusufni urmoqchi bo'lganini aytib qo'yaman. Qalayim qal so'zima. Yahuda faqat uni ochiqlab qo'ydi shu. Yura. Yahuda nimaga xafa bo'ldi? Uni xafa qildim nima degansan? Ularga tushimni aytib bermadim. Ular mening ko'rgan tushimni nereden bilgandi? Bu tushimni faqat dadamga aytgan edim. Yahudaning seni urmoqchi bo'lganligini dadamga aytdim. Yo'q. Hergiz deyme. Men qarindoshlarımni yaxshi ko'raman. Dadamni xafa qilishni xohlamayman. Dina, Yahuda meni nimishga yoqtirmaydigandi? Bo'lmasa dadam qarindoshlar bir-birini yaxshi ko'rishi, qadrlishi, hurmatlishi kerak degan edi. Bilha, Zulfay, Laya, neredesizler? Buğday yap geldim. Xush kelding dada. Salam dada. Salam kızım, salam. Chapata tutibsiz. Bilha, uydagilarda uyda hech qanday un qolmabdi. Bu yılның tuncu buğday tağırı. 1001 təslikli yığıb bu buğdaylarını əkeldi. Dada, bütün qarindoshlarım mening tush ko'rganimni bilib bo'pti. Qandoq bilib bo'pti? Bilmedim. Bana ko'rgan tushingni dappa deb turib oldi. Unimsam xafa bo'ldi. Bilha. Bilha. Nima? Allohning payg'ambari. Hozirga qadar sening og'zingning qanchalik bo'shlig'ini bir qancha qatim bildim. Vaz kechib o'zini tuzatsin deb sana hech nima demadim. Ammo hozir aniq bo'ldiki, sen qarindoshlarni bir-biriga dushman qilmag'icha hargiz bo'ldi qilmag'idaksan. Allohning payg'ambari. Nima deb atqanligingizni tushunamadim. Menda gunoh yo'q. Men tunugin kecha sening uyingga yaqin edim. Yusuf u yerda tush ko'rdi va tushini menga so'zladi. U yerda ikkimizdan boshqa hech bir odam yo'q edi. Sendan boshqa bu tushni va bu tush tabirini kim biladi? Ammo men qasam qilamanki, tunugin kecha Yolg'on so'zlayapsan. Yolg'on so'zlayapsan. Men tunugin kecha sening uyingdan yutalgan ovozingni aniq olmadim.
Uyingi badım, senin ve balalarning uxlayotganligini ko'rib, anglag'anlarimga sal qaradim. Quloqlarimning meni oldimg'anligi aniq. Hozirga qadar sen bilan Zulfoyning bir qancha qitim g'ayvat qilganligini bilaman. Yahuda va qarindoshlarini Yusufga qarshi kushkurtdim. Balalarni Yusufga o'sh adovat saqlashiga majbur qildim. Men unimni chiqarmadim. Bunda xatoliklarni endi yana takrorlaydigan bo'lsang, sendan balalarni ilib olaman va seni diyoring fadog'i yo'lga selib etaman. Nima deganimni tushundingmi? Yo'q. 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 Allah'ın peygamberine söz veriyorum ki ama sizni herkes kapı kılmayın. Siz itaat kılın. Beni geçirin. Ben sizden ayağınız. Sizin ve oğullarımdan başka hiç kimim yok. Beni bu yerge gömün. Ama herkes fadanı kaytır etmem. Ya! Quyoshning dadimiz, oyning onimiz ve 11 yıldızning biz ekanligimiz intayin aniq. Dadimiz bu qadrsiz bolasini aki uyutib, shu dunyosida o'zini bizga xo'jayin chaqlab, bizni o'ziga sajda qilgan holatni ko'ribdi. Yolg'iz bizni emas, ona dadisini o'ziga sajda qilgan holatni ko'ribdi. Bugun Yusufni nima qilganligimiz aniq belgilangicha, bu yerdan hech kimning sirtqa chiqishiga ruxsat yo'q. Men hamma bolalarimni yaxshi ko'raman. Yusufga bo'lgan sevgim Allah'ның onunğa bağlan məxsus iltifat tüpəylidir. Ballarımның bu sevgini düşünüşünü, onu yaxşı görüşünü ve onunğa düşmənlərçə muamil qılmasligini ümid qılaman. Bu mening arzuyum. O haqiqatan bizden ve ata-onamızın üstün turduğanlığını, bir günü bizge xo'jaylik qildiganligini o'ylamdigandir. Yusuf meningcha xamxiyal qildi. Anamiz ve dadimizning onunğa bo'lgan haddidan ortiq yaxshi ko'rishi, uning mushunda xiyollarni qilishiga sabab bo'lyapti. Nemişki dadımız onu bizden bek yaxşı gördü. Bizden yetersizlikimiz, kemlersimiz nime? Ailemizin bütün qiyin işlerini biz qilamiz. Etizlarga ziraat derish, mahsulotlarni yig'ishtirish, hamma ishlar bizning zimmamizda. Qo'ylarni o'tlatib, bo'rilardan qo'g'dashmi bizning vazifamiz. Hayvonlarga o't selib, sug'urib, eg'illarini tozalaymiz. Ular bu ishni shuncha oson chaqlandi. Ammo onam va dadimiz bütün mehr muhabbatini Yusufga bag'ishlaydi. En adli bir işini kılalmaydığı aciz bir balığa bunca olan söygün neymiş için? Ata-onamızın onun bağışlayan sevgisi yetmegandek. Endi tushlardim o. Bizge xo'jaylik qilib turibdi. Bu adillik emas. To'g'risi, dadimiz up-uchuq xatolik o'tkazdi. Bütün javobgarlik dadamda. Rahilaning o'g'lining martabasini biz qabul qilmaymiz. Bizmi qabul qilmaymiz. Ammo muvofiq bir chora tepishimiz kerak. Diyamagan bo'lsanglar, men sizlarga deb beray. Yusuf o'ldirilishi kerak. Bu nimdiga xatarlik? Shu qadar osoyishmi? Nimish qilmoqdek. Shuncha yil ayrimchilik qilgan dadamni jazolaymiz. Hamda Rahilaning o'g'li bizga boshchilik qilish orzusini qabrisiga ko'tarib ketadi. Men Yahudada qo'rqmas bo'lmasammi, eng yaxshi yo'lning mush ekanligini aytalayman. Yana qachongacha bardoshlik beramiz? Rahilaning o'g'li dunyoga ko'z ochgandan beri hammalarning diqqatini o'ziga tortdi. Hamma odamning mehr muhabbatiga erishdi. Yana qachongacha saqlaymiz? Ata-onamizni qo'rqib, og'zimizni ochamidik. Diqqat qilinglar. Qarindoshlar, qotil bo'lmoq va dadamning itoatiga qarshi chiqmoq do'zaxning azobidir. Men bir amal o'ylab topdim. Avval tövbe qilamiz. Yusufni o'ldirib bir qancha kundan keyin Allohdan mag'firat tilaymiz. Rabbimiz shundoq ulug' va afu qilguchidir. Bizni chuqum kechirib yetadi. Shundaqmi? Kichik bolalar sendek o'ylaydi. Gunoh qilib, xatolik o'tkazib, yana Allohdan kechirim so'raymizmi? Buningdan boshqa chora yo'q.
Yusufning asartidan qutulib, dadamning sevgisiga erishgandan keyin o'zimizni o'zgartimiz. Undaqda Alloh tövbemizni qabul qilmiz, qanday qilamiz? Gunohkor uchun tövbe ishga har vaqt ochiq. Ammo tövbemiz qabul qilinmasa, mangulik la'natga uchraymiz. Bu nomus bizning keyingi avlodlarning mukallasiga ta'sir qiladi. Avloddan avlodgacha payg'ambar bolalari qo'lini qarindoshning qini bilan bulg'idi deyishdi. Lavining so'zi to'g'ri, lekin buning hech qanday foydasi yo'q. Ahvolni o'ngshash uchun qaysilarning yaxshiroq fikri bor? Bizning har qanday amalimiz sening degan yeringdan chiqmadi, shundaqmi? Amsida baqa sening qanday amaling bor? Amaç babamızın sevgisini kazanmak değil mi? Shundaq. Dadimizning sevgisiga erishishimiz kerak. Lavi to'g'ri aytdi. Shundaq qilaylik. Yusufni dadimizning ko'z oldidan yiroqlashtiraylik. Bir mezgildan keyin dadimiz Yusufni unutib, bizga amroq bo'ladi. Bu hargiz mumkin emas. Dadimiz Yusufni yendan faqat ayirmaydigan tursa. Qarindoshlar, boshqa bir amal topaylik. Avval Yusufni o'ltirishning to'g'ri emasligini qabul qilaylik. Ondan Yusufni dadamdan yiroqlashtirishning chorasini topaylik.